Men o'zim xohlab emas, qanday bir taqdir bilan nemis tili sinfiga tushib qolganman. Ota-onam bunga qarshi bo'lgan avvalambor. O'g'il bolani o'qitish, faqat bitta odamni o'qitish, qiz bolaga ta'lim berish, bu butun jamiyat uchun ta'lim berish degani. Bizga nemis tili juda ham ulkan muvaffaqiyatlarning eshigini ochib bergan. Zulfiya mukofotiga keladigan bo'lsak, bu bir yoshligimdagi armon bo'lib qoldi. Ilmli yoshlarga imkoniyat va e'tiborni qanday baholaysiz? Andijon shahardan olib qarasak, bir donagina kutubxona bor. Bu juda ham achinarli hol. Sport sohasidagilarga qaratilayotgan e'tibor, bilim sohasidagi xalqaro olimpiadada birinchi o'rin olib kelgan o'quvchi ham xuddi shunday kutib olinishi kerak edi. Mana keldi, butun dunyoga tanidi. Yaxshi keldingmi? Bugun siz bilan Parijda o'tkazilayotgan Parij 2024 Olimpiadasi Nodirbek Abdusattorov yoxud Bahodir Jalolovning qaysidir yutug'i haqida emas, aksincha 10-sinfda o'qiydigan Rayyona Ibrohimovaning Germaniyaning Göttingen shahrida bo'lib o'tgan Butunjahon nemis tili Olimpiadasi finali bosqichida qozongan g'alabasi haqida gaplashamiz. Bu g'alabani ko'rib qizim Rayyonaga o'xshasin deganlar ham topiladi albatta. Anglaganingizdek, bugungi suhbatimiz Rayyona Ibrohimova bilan. Assalomu alaykum Rayyona. Jonli bo'lmasa ham tarmoq orqali siz bilan yuzlashib turganimdan xursandman. Endi Butunjahon nemis tili olimpiadasida O'zbekiston nomidan qatnashib, g'alaba qozonishning yuki qanday bo'lar ekan? Bu haqida gapirib bersangiz. Assalomu alaykum avvalambor. Albatta olimpiadada qatnashish, ya'ni xalqaro olimpiadada dunyo sahnasida qatnashish juda ham hayajonli albatta. O'ziga yarasha qiyin, o'ziga yarasha oson. Oson deb ham bo'lmaydi, qiyin deb ham bo'lmaydi, hayajonli ham deb bo'lmaydi, hayajonsiz ham deb bo'lmaydi. Chunki olimpiada jarayonlarida menda bo'lmagan hayajon g'oliblarni e'lon qilayotganda paydo bo'ldi. Oson taraflari bo'lsa, bizda olimpiadadagi vazifalar xuddi bir workshop sifatida o'tib ketdi. Biz qanday topshirganimizni yoki shu olimpiadada qatnashganimizni bilmay qoldik. Qiyinchilik taraflari til bilish darajalari. Ya'ni barcha ishtirokchilarning til bilish darajalari pastmas. Mendek yoki mendan balandroq edi va menda qo'rquv bor edi. Birinchi o'rin olar ekanmanmi yoki olmasmikanman? Shu qo'rquv bor edi, lekin hammasini uddalaganimdan va O'zbekistonni yuzini yorug' qilganimdan juda ham xursandman. Olimpiada o'zi hamma bilgan, an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinadigan yillik 9-sinfdan 11-sinfgacha fan olimpiadalar bor, hammamiz taniymiz. Avvalo maktab bosqichi bo'ladi, turli xil fanlardan, faqat nemis tili, ona tili, tarix, matematika, fizika, ximiya, biologiya hamma fanlardan bo'ladi va men mana shu olimpiadani 10-sinfini maktab bosqichida qatnashdim. Maktabdan 2-o'rin olganman, shahar bosqichiga o'tdim. Shahar bosqichidan bilmadim, yana 2-o'rin olganman, shu bilan yana 3-o'rin viloyatga chiqqan. Viloyatda bor kuchim bilan tayyorgarlik ko'rganman va 1-o'rin olganman. Bizda aytganki, sizlarga endi respublika bosqichi yo'q, chunki faqatgina respublika 11-sinfga degan. Ha, mayli deb o'zimiz ishlarimiz bilan, o'zimiz o'qishlarimiz bilan bo'lganmiz, lekin 7-fevral kuni ustozim tarafdan, ya'ni maktabdagi nemis tili ustozim tarafdan menga xat keldi, ya'ni 16-fevral kuni Toshkent Goethe institutida barcha viloyatlardagi 10-sinf nemis tili o'quvchilaridan 1-o'rin olgan ishtirokchi Toshkentdagi Goethe institutiga to'planadi va International Deutsche Olympiade IDO 2025, ya'ni mana shu xalqaro nemis tili olimpiadasini milliy saralash bosqichini o'tkazamiz degan. Ya'ni ular 10-sinflarni, ya'ni nemis tili fanidan, nemis tili yo'nalishidagi mana shu olimpiada boshqatdan saralash qilmasdan, ya'ni saralangan o'quvchilar bo'lgan, shularni to'plab, xuddi bizning tilimizda respublika, lekin mana shu xalqaro olimpiadani milliy saralash bosqichi deb 10-sinflardan har bitta viloyatdan 1-o'rin olganlarni chaqirgan. Jami 13 ta odam bilan bellashganmiz. 13 ta g'oliblarning ichidan
bir donagina g'olib aniqlanadi va bu Germaniyaga so'nggi final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadi degan. Bu hech qanaqa tushunarsiz yeri yo'q, faqatgina har yili sentyabr-oktyabr oyida bo'lib o'tadigan fan olimpiadalariga qatnashsa kifoya. Lekin bu olimpiada 2 yilda bir marta faqatgina 10-sinflarga o'tkaziladi. Oilada sizdan boshqalar ham nemis tilini bilishadimi? Nima uchun aynan nemis tilini tanlagansiz? Albatta, bizda maktabda bizga taklif bo'ladi. Nemis tili sinfida o'qiysanmi, ingliz tili sinfimi? Ya'ni bitta sinfda yo nemis tili o'qitiladi yoki ingliz tili o'qitiladi. Men o'zim xohlab emas, qanday bir taqdir bilan nemis tili sinfiga tushib qolganman. 10 ta birinchi sinf ochilgan bo'lsa, 2 tasida nemis tili bo'lgan va men kirgan sinf ham nemis tili bo'lib qolgan. Ota-onam bunga qarshi bo'lgan avvalambor, lekin menga u paytda bilmadim, farqisi bo'lmagan. Ingliz tili o'qiymanmi, nemis tili o'qiymanmi? Lekin nemis tilidagi so'zlar qulog'imga boshqacha jaranglagan, chunki o'zbek tilidan boshqa so'zlarni eshitmagan edim u paytda. Shuning uchun meni tilim birinchi nemis tilidan, ya'ni chet tillardan biri nemis tilidan chiqqani yoki qulog'imga birinchi nemis tili so'zlar jaranglagani, balki shu ham bir turtki bo'lgan, lekin 2-sinfligimda ota-onam majburan boshqa sinfga, ya'ni ingliz tili sinfiga o'tkazib qo'ygan va undan bir oy o'tar o'tmas yana o'zim sinfimga qaytganman. Bu ham balki ikkinchi qadamim, ikkinchi zina bo'lgan desam ham bo'ladi. Lekin baribir nemis tili men asosiy fanim bo'lmagan, chunki ota-onam o'qituvchi, onam ayniqsa ona tili adabiyot fanidan dars beradi. Shuning uchun menda uydagi muhit adabiyot bilan bog'liq juda ham. Shuning uchun ham meni qalbimda adabiyotga bo'lgan mehr, ona tiliga bo'lgan tuyg'ularim juda ham o'zgacha edi. Meni asosiy yo'nalishim ham shoiralik bo'lgan, she'r yozib, hikoyalar tuzib, gazetalarga berib, o'zim mustaqil ijod qilib, ona tili adabiyot sohasida ketib, Zulfiya mukofotini olmoqchi bo'lganman. 8-sinf bo'lganimda shu yoshga to'ldim, ya'ni Zulfiya yoshiga, Zulfiya mukofotini berish yoshiga. Shunda ariza berdim. Lekin onam hali hanuz meni nemis tilini o'qishga undayotgan edi. Chunki maktabimiz 5-sinfligimda pash maktablar, ya'ni kelajak hamkorlikdagi maktablar qatoriga kirgan va bizga nemis tili juda ham ulkan muvaffaqiyatlarni eshigini ochib bergan. Lekin men bundan ham qiziqmaganman, chunki ona tili adabiyotga qiziqishim katta bo'lgan. Shunda onam bu jarayonlarni ko'rib, qolgan o'quvchilarni Germaniyaga chiqib kelganlarini ko'rib yoki qanaqadir til bilish darajalari sertifikatlarini olganlarini ko'rib, men ham ularga o'xshashimni xohlagan va kelajagim uchun nemis tilini, ya'ni chet tilini muhim deb o'ylagan. Shuning uchun meni yo'naltirmoqchi bo'lgan, lekin men rozi bo'lmaganman va bir shart qo'yganmiz, ona va bola. 8-sinfligimda Zulfiya mukofotiga viloyat laurenti bo'lsam, shu yo'nalishda ketaman. Agar bo'la olmasam, xo'p, siz aytganingizdek nemis tiliga o'zimni bag'ishlayman deganman va shu taqdir ekan, men viloyat laurenti bo'la olmaganman. Shu bilan oradagi lafsligicha qolgan va men nemis tilini o'rganishni, ya'ni qattiq o'rganishni boshlaganman va kelajagim uchun asosiy fan deb olganman nemis tili bo'lib qolgan. Yuqorida ona tili adabiyot sohasiga qiziqqaningiz, lekin o'sha onangizni qistovi bilan nemis tilida o'qishni davom ettirganingizni aytib o'tdingiz. Bugun afsuslanmayapsizmi ona tili adabiyot sohasidan ketmaganingizga? Baribir bo'ladi, bolalikdagi orzu, bolalikdagi niyat baribir qalbda qolib ketadi. Ba'zida afsuslanaman, ba'zida yo'q. Lekin men shunaqa bir yechim topishim kerak ediki, meni kelajagim ham ona tili adabiyot bilan bog'liq bo'lsin, ham tanlangan soha nemis tili bilan bog'liq bo'lsin deb o'yladim va bir maqsad qo'ydim kelajakda. Germaniyada avvalambor o'zimizda chet tillar universitetida o'qib, magistraturani Germaniyada tamomlab, kelajakda tarjimon bo'lmoqchiman. So'zlashuv tarjimon emas, balki kitoblar tarjimoni va bu meni ham adabiyotga bo'lgan qiziqishim o'zini ichiga oladi, ham nemis tiliga bo'lgan qiziqishim o'z ichiga oladi. Shunaqa kitoblar borki, o'zbek tilida, lekin men uni nemischa variantini o'qimoqchi bo'lgan. Nemischa kitoblar borki, men uni o'zbek tiliga tarjima qilib, O'zbekiston xalqiga shu mazmunni, kitobni mazmunini, g'oyalarini yetkazmoqchi bo'lgan kitoblar bor va shularni kelajakka maqsad qilib olib qo'ydim. Tarjimon bo'lib, ham adabiyot sohasidagi bilimlarimni, ham nemis tili sohasidagi bilimlarimni kelajakka va butun xalqqa yordam bo'ladigan bir kasb tanlashga muvaffaq bo'ldim. Endi bundan buyog'i yana harakat qilaveraman. Xudo xohlasa, o'ylagan maqsadlarga amalga
o'ylagan maqsadlarimni amalga oshiraman. Bugun ko'pchilik maktabda olingan bilim bilan hatto oliy ta'lim muassasalariga ham kirishni qiyin deb aytadi. Siz bu yutuqqa faqat maktabdagi bilimlar bilan erishganmisiz? Maktabdagi bilim to'g'ri yetarli. Lekin maktabda faqatgina nemis tili o'qitilmaydi. Avvalo bizda haftasiga 2 soat, keyinchalik haftasiga 3 soat bo'ldi va 11-sinfda ham eshitdim, haftasiga 2 soat yoki 1 soat bo'lar ekan. Albatta bu kam shuncha yutuqqa erishish uchun. Shuning uchun men soham shu bo'lgani uchun, kelajagim uchun nemis tili kerak bo'lgani uchun qo'shimcha kursga ham borganman. Buni to'ldirish uchun. Xuddi ingliz tili singari nemis tilida ham til bilish darajalari bor. Bugun u darajangiz qaysi bosqichda? O'zi sertifikat taraflama aytadigan bo'lsak, B2 darajani aprelda qo'lga kiritdim. Goethe sertifikat. Tushunarli. Bu olimpiadada qatnashish, Germaniyaga borib kelish va yashash xarajatlari kim tomonidan moliyalashtirildi? Bu olimpiadaga avvalo men o'zim maktabdagi o'sha 1-sinfdan beri o'qitib keladigan Kasim va Muqaddas Abdumutalipovna bilan birga bordim. Chunki 18 yoshga to'lmagan edim. Va yo'l kiralar, ya'ni borish kelish xarajatlari, u yerdagi bizni yashashimiz, ovqatlanishimiz, barcha xarajatlar Goethe instituti tomonidan qoplangan. Mana siz yuqorida aytib o'tdingiz, Zulfiya mukofoti qaysidir ma'noda armon bo'lib qolgan deb, boshqa orzularingiz haqida aytib bersangiz. Zulfiya mukofotiga keladigan bo'lsak, bu bir yoshligimdagi, kichkinaligimdagi orzu bo'lib qolgan va haligacha armon bo'lib qoldi. Onam aytdiki, sen ona tili adabiyot yo'nalishida olmagan bo'lsang ham tildan olishing mumkin, ya'ni nemis tili sohasidan olishing mumkin dedi. Va men shu kungacha ko'pgina yutuqlar to'pladim nemis tili sohasiga, aynan Zulfiyaga topshirish uchun. Menda niyat bor, lekin qachon bunga kuch to'playman, ya'ni ariza topshirishga kuch to'playman, bilmadim qachon, lekin bo'la yetarli deb o'ylamayman. Shuning uchun balki yana yillar kerakdir. Nasib qilsa agar yana Zulfiyaga topshiraman, lekin bu safar adabiyot yo'nalishida emas, nemis tili yo'nalishida. Otam orzusi bo'lardi, yosh kitobxon, ya'ni dadalar. Yosh kitobxon tanloviga qatnashib yurgan paytlarimda menga nabiram Spark sovg'a qiladi degan edi. Men yosh kitobxonga 4 yil tayyorlanib, uning ichida 2 yilini o'sha yerda shu jarayonda, ya'ni qatnashuv jarayonida kechirganman. Ko'p kitoblar o'qib, kitobga bo'lgan qiziqishim aynan mana shu tanlov orqali bo'lgan. Shunda viloyatgacha yetib borardim, har doim viloyatgacha yetib borardim, lekin undan respublikaga o'ta olmasdim va u Sparkka 1-2 qadam qolganda bu yerda yiqilib qolardim. Va u ham 8-sinfligimgacha ro'y bergan, ya'ni adabiyot paytimda. Adabiyotga qiziqqan paytlarimda 8-sinfdan keyin butun hayotim nemis tili bo'lib ketdi. Adabiyot baribir qalbda yashayapti, chunki kitob o'qish to'xtatilmagan. Bir til o'rganuvchi o'zi o'rganayotgan tildan tashqari u tilga mansub xalqning urf-odat, an'analariga ham qiziqadi, o'sha siyosati, tarixidan tortib oshxonasigacha. Bugun sizga germaniyaliklarning hayot tarzi naqadar tanish? Biz to'g'ri bir tilni o'rganganda uni madaniyatini ham o'rganib ketamiz. Va ularni nemislarni qanchalik punktlikligini, ya'ni aytilgan vaqtga, aytilgan soat, aytilgan joyga vaqtida yetib borishi, hech kimni kuttirmasligi. Aynan shu narsani ham biz o'zimizga til o'rganish jarayonida o'zimiz shu taraflarini ham o'rganib ketdik va vaqt o'rtasida, mana shu vaqt o'rtasida o'zim ham vaqtida borishni qayergadir darslargami yoki do'stlar bilan uchrashuvlargami, shunda ham nemis tili orqali, nemis madaniyati orqali men o'zim ham har doim vaqtida borishga odatlandim. Oldin unaqa emas edim. Nemis tilini o'rganish nafaqat menga ularni tilini o'rganish bo'ldi, balki ularni madaniyatlarini, yomon emas, ya'ni yaxshi madaniyatlarini o'rganishimga sabab bo'ldi. Hech kimga sir emas rayoni, bugun jamiyatda ikki xil qatlam vujudga kelgan. Bir taraf qizlarni o'qishini yoqlasa, bir taraf keskin qarshiligini bildiradi. Mana siz ham qizlarni o'qishi kerakligini isbotladingiz, qaysidir ma'noda. Qizlarni o'qishiga qarshilik qilayotgan ota-onalarga nima degan bo'lardingiz?
Albatta, bu bizni jamiyatda juda ham dolzarb muammo, ya'ni ota-onalarda qiz qiziga nisbatan cheklovlari, aynan ta'lim sohasidagi cheklovlari. Bilmadim, balki onam ham, otam ham o'zlari o'qimishli bo'lgani uchun bizni o'qishimizga barcha shart-sharoitlarni yaratib berdi. Bo'lgandir balki kunlar, oddiygina non, oddiygina suv bilan o'tgan kunlar, lekin hech qachon bizni hech kimdan kam qilmasdan, kurslarimiz qimmat bo'lsa ham to'lagan yoki bizga kerakli bo'lgan barcha shart-sharoit qilib bergan. Ya'ni Zulfiya mukofotiga topshirish uchun ham judayam ko'p hujjatlar kerak. Ularni ham barchasini yo'q demasdan bajargan, qizim o'ksib qolmasin deb harakat qilgan. Men bundan juda ham xursandman va barcha ota-onalarga shuni iltimos qilardim. Nafaqat o'g'lim bilimli bo'lsin demasdan, qizim ham olima bo'lsin deb harakat qilishlarini. Chunki bir gap bor-ku, o'g'il bolani o'qitish faqat bitta odamni o'qitish, qiz bolaga ta'lim berish bu butun jamiyat uchun ta'lim berish degani. Bilamiz, bugun sport va san'at sohasi vakillariga e'tibor juda yuqori. Ilmli yoshlarga imkoniyat va e'tiborni qanday baholaysiz? Bu to'g'risida bir nima deya olmayman. Chunki o'zim ham hayron bo'laman har doim. Sportchilarga ko'proq e'tibor beriladi. Sportchilar har doim g'alaba qozonishadi, bayroqlarni ko'klarga ko'tarib kelishadi. Bu juda ham quvonarli hol. Va men bir narsaga to'xtalmoqchiman. Misol uchun Andijon, o'zimiz Andijon shaharidan olib qarasak, bir donagina katta kutubxona bor. Bobur nomidagi Andijon viloyati davlat kutubxonasi. Sport sohasiga keladigan bo'lsa, Andijon shaharining turli joylarida, turli punktlarida topish mumkin. Mana yaqindagina o'zimiz uyimiz oldida sport majmuasi bitkazildi. Bu ham juda ham chiroyli, juda ham katta, lekin Bobur kutubxonasidan kichkina. Balki jamiyatimiz uchun davlatimiz tarafidan balki ko'proq kutubxonalar yoki bu kafega o'xshagan kafelar yo bo'lmasam to'g'ri bepul kutubxonalar ham bo'lgan edi, lekin bizda bu ishlamadi, to'g'ri ishlamadi, ya'ni odamlar tarafidan to'g'ri ishlatilmadi. Balki buni yana bitta yana chuqurroq o'ylab, boshqacha bir talqinda odamlarni kitobga qiziqishga, tilga, bilimga qiziqishga ozgina chorlansa yaxshiroq bo'lardi. Ya'ni kutubxona ko'paytirib yo bo'lmasa mana yosh kitobxon singari tanlovlarni ko'paytirish kerak edi. Menda avvallari nutq bo'lmagan, menda avvallari chiroyli nutq bo'lmagan yoki kitobga qiziqish bo'lmagan, so'z boyligi bo'lmagan yoki hayajonim juda ham kuchli bo'lgan. Lekin men mana shu yosh kitobxon tanlovi orqali ham so'z boyligim ortdi, ham dunyoqarash kengaydi, ham nutqda kamchiliklar kamayapti. Menimcha shunaqa tanlovlar ko'paytirish kerak. Odamlarni shunga jalb qilish kerakmi deb o'ylayman. Maktablarga ham alohida tashabbus kerak, aynan kitobxonlik borasida. Bu faqat adabiyot bilan bog'liq emas. Men adabiyot orqali nemis tilini topdim. Adabiyot orqali nemis tilidan hozir olimpiadada birinchi o'rin oldim deb o'ylayman. Chunki biz olimpiada nafaqat nemis tilini bilish darajamiz inobatga olindi, balki bizni boshqa barcha bilimlarimiz ham inobatga olingan holda, ya'ni nutqimiz yoki boshqa adabiyot bilan bog'laydigan bo'lsak, dunyoqarashlarimiz, qanchalik biz adabiyotimizni, tariximizni, millatimizni, milliyligimizni, ona tilimizni bilishimiz ham hisobga olindi deb o'ylayman. Shuning uchun agar ilmni ham, bilimni ham sport sohasigacha, sportdagi yuksakliklargacha ko'tarmoqchi bo'linsa, sport sohasidagilarga qaratilayotgan e'tibor kitobxonlikka ham, bilim sohasida, ya'ni mana fan olimpiadalariga xuddi shunday e'tibor qaratilishi kerak. Sport sohasidan xalqaro nima desam bo'ladi, dunyo yuzida birinchi o'rinni olib kelgan, O'zbekistonga qaytib kelgan sportchi qanday kutib olinsa, bilim sohasidagi xalqaro olimpiadada birinchi o'rin olib kelgan o'quvchi ham xuddi shunday kutib olinishi kerak edi. Va u shularga kelib, men bundan kimdandir nimadir talab qilmoqchi emasman. Xudoga shukr, hammadan minnatdormiz. Hammadan, vazirlardan, prezidentimizdan, mana hozirgina obeddan oldin, tushlikdan oldin Andijon shahar hokimimiz, prokurorlar va yana boshqa mutasaddilar kelib tabriklab ketishdi. Juda ham minnatdormiz bundan. Oilamiz bilan, ota-onam bilan, nima desam bo'ladi, faqat men, balki boshqa bilimlar ichida bo'lgan o'quvchilar kutib qolamiz. Sportchilarga berilayotgan imkoniyat ham
sportchilarga berilayotgan, qaratilayotgan nima desam bo'ladi, e'tiborlar ham bizga ham bo'lishini xohlaymiz. Biz kimdandir nimadir kutmaymiz. Biz bundan motivatsiya olamiz. Biz bundan keyingi qadamimiz uchun qanaqadir bir kuch to'playmiz. Meni xalqim, meni davlatim men bilan ekan. Meni yutug'imdan faxrlanyapti. Meni yutug'imdan xursand bo'lyapti deymiz. Xuddi sportchi akalarimiz, opalarimiz singari. Rayona, suhbat uchun kattakon rahmat. Albatta bu siz bildirgan fikrlaringiz bizni kuzatayotganlar uchun manfaatli bo'ladi, ruh bag'ishlaydi. Sizga esa kelajakdagi faoliyatingizda yana zafarlar tilaymiz. Salomat bo'ling. Rahmat katta sizlarga ham e'tibor uchun.